Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga kardiomagnil dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, kardiomagnil dori vositasi farmakoterapevtik guruhiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, qon suyultiruvchi, yurak faoliyatini normallashtiruvchi dori vosita hisoblanadi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda ushbu dori vosita beqaror stenokardiya kasalligida qo'llaniladi. Bundan tashqari o'tkir miokard infarkti kasalligida miokard infarktining ikkinchi marta qaytalanmasligi uchun profilaktika maqsadida, bundan tashqari bosh miyada qon aylanishi buzilganda, qon yaxshi aylanmasligi holatlarida yoki bo'lmasa umuman olganda qon aylanishi buzilganda va operatsiyadan keyingi tromboz holatlarda, operatsiyadan keyin bilamizki tromb hosil bo'lishi mumkin. Demak, mana shuni oldini olish maqsadida, o'sha qon tomirlarda hosil bo'lmasligini oldini olish maqsadida, demak, kardiomagnil dori vositasi qo'llaniladi. Bundan tashqari aorta koronar shunt, yurakka qo'yilgandan keyingi holatlarda, demak, yurak qon tomir kasalliklarida, yurak sanchiqlarida va bundan tashqari qonni suyultirish maqsadida ushbu dori vositamiz qo'llaniladi. Demak, do'stlar, ushbu dori vositamizning tarkibida demak asetil salitsil kislota aspirin va magniy gidroksidi bor. Tushundingizmi do'stlar? Demak, endi ushbu dori vositani qo'llash usuli haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, demak, siz ushbu dori vositani o'z boshimchalik bilan qo'lla olmaysiz. Demak, siz birinchi navbatda organizmingizdagi kasallikni aniqlashtirib olishingiz kerak. Demak, shifokor ko'rigiga borib, demak, ko'rikdan o'tib, kardiologning ko'rsatmasi va nazorati va retsepti asosida ushbu dori vositani qabul qilishingiz kerak. Tushundingizmi? O'z boshimchalik bilan qabul qilib yurmang, hurmatli tomoshabin. Demak, ushbu dori vositani ovqatdan oldin yoki ovqatlangandan keyin 1 soat o'tgach bitta tabletka qabul qilinadi. Kech uxlashdan oldin. Tushundingizmi? Demak, do'stlar, endi ushbu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'tsam. Demak, nojo'ya ta'sirlari jig'ildon qaynashi, qorinda og'riq bo'lishi, qon bosimining tushib ketishi, agar kunlik doza miqdoriga amal qilmay ko'p ichsangiz. Bundan tashqari do'stlar, qonda qand miqdori kamayib ketishi mumkin va gemorragik vaskulitlar, demak, me'da-ichak sistemasidan qon ketishlari va o'sha agarda sizda gastrit bo'ladigan bo'lsa, qon ketishlari vujudga kelishi mumkin. Buning sababi shundan iboratki, demak, sizda demak, mana shu yara hosil bo'layotgan bo'lsa, shilliq qavatda yallig'lanish kechayapti, oshqozoningizda. Demak, mana shu aspirin mana shu jarayonni kuchaytirib yuboradi, bu kardiomagnilning tarkibidagi. Tushundingizmi? Shuning uchun ushbu holatlarda qo'llanmaganingiz ma'qul, nojo'ya ta'siri mana shu me'da-ichak shilliq qavati yallig'langan bo'lsa, do'stlar, qon ketish ehtimolligini oshiradi. Bundan tashqari, yo'g'on ichakda kolit kasalligini va uyqusizlik holatlarini vujudga keltirishi ham mumkin. Bu nojo'ya ta'sirlar edi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'tay. Demak, ushbu dori vositaga nisbatan yuqori allergik reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari, me'da ichagingizdan qon ketish holatlarida, perforatsiya holatlar deydi. Demak, yarada masalan qon ketish vujudga keladigan bo'lsa, do'stlar, demak, mana shunday holatlarda qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari, agarda sizda gemofiliya kasalligi bo'ladigan bo'lsa, gemofiliya degani qon ketgan, masalan qon ketishi vujudga keladigan bo'lsa, to'xtovsiz qon ketishi, qon ivimaydi, to'xtamaydi. Demak, siz ichadigan bo'lsangiz kuchayib ketadi. Bundan tashqari, vitamin K organizmda defitsit kamayganda, o'tkir me'da yarasida, og'ir buyrak yetishmovchiligida, homiladorlik va emizish davrida va bolalarga va 18 yoshdan kichik bolalarga ham tavsiya qilinmaydi. Va bundan tashqari, bronxial astmasi bor insonlarda ham ushbu dori vositani qabul qilish mumkin emas. Shunday qilib do'stlar, kardiomagnil dori vositasi qonni suyultirish xususiyatga ega dedik. Demak, qonni suyultiradi va yurakka davolovchi, ta'sir ko'rsatadi. Qon quyuqlashganda yaxshi ta'sirga ega. Demak, mana shu kardiomagnil dori vositamizni do'stlar, mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, 75 milligramlik dozasi va 150 milligramlik dozasi mavjud. Demak, buni do'stlar, doktor sizga belgilaydi, kardiolog shifokor qaysi dozada sizning kasalligingizning darajasiga qarab, demak, belgilaydi. Demak, do'stlar,
Ushbu dori vosita, ya'ni qo'shimcha bir xususiyati bor. Demak, og'riq qoldiruvchi, yallig'lanishga qarshi va isitma tushiruvchi ta'sirga ham ega. Buning sababi tarkibidagi aspirin tufayli. Tushundingizmi? Agarda do'stlar yana bir ma'lumot, ushbu dori vositani uzoq vaqt qabul qiladigan bo'lsangiz yoki oddiy qabul qiladigan bo'lsangiz, qondagi qand miqdorini tushirishi mumkin. Shuning uchun ham qandli diabet kasalliklarda, qonda qand miqdori yuqori bo'lganda qabul qilsa bo'ladi, lekin qondagi qand miqdori past bo'lsa, ushbu dori vositani qabul qilish mumkin emas. Masalan, qandli diabeti bor insonlar insulinni qabul qilgandan keyin kardiomagnilni qabul qiladigan bo'lsa, yanada qand miqdori tushib ketib, gipoglikemik, shokka olib keladi. Ya'ni qand miqdorining tushishi bilan bog'liq bo'lgan shokka olib kelishi mumkin. Bu esa og'ir holat hisoblanadi. Tushundingizmi do'stlar? Shunday qilib, ushbu dori vositani yana bir bor qaytib aytaman. Kardiolog shifokor bilan maslahatlashib qabul qiling. Ya'ni uning ko'rigiga borib qabul qilishingiz kerak. Demak do'stlar, ushbu dori vosita Germaniyadan, Rossiyadan va Daniyadan ishlab chiqariladi. Demak, kardiomagnil dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalarning sog'ligini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.